Ishoning, bozorda vahshiy savdo yo'q, odam yo'q, mana ko'ring. Bugun даже mana 6-iyun soat 10 kam 12. Ko'rishingiz mumkin, mana orqamda ham bu qatorlarni ham mana sekin mana ko'rsaman. Ko'ringlar, vahshiy odam почти kam. Bu o'zimdan o'ylab topganim yo'q. Hozir ko'rsanglar. Aslida sotuvchilar, bu odamlarning ko'pchiligi shu mashina sotadiganlar. Ko'ringlar. Sog' bo'lasizlar, obuna bo'lib qo'yinglar. Mana aptekalarda ham savdo yo'q. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Kuningiz yaxshi o'tibdimi? Men Instagramda ko'p videolar ko'raman. Mana shu bozorchilar yoki mana shu tadbirkorlik bilan shug'ullanadiganlar savdo yo'q, bozorda odam yo'q deyishyapti. Akalar, xavotir olmanglar, bitta sizlarda emas, даже mana aptekalarda ham savdo yo'q. Hozir mana ertalabdan kechgacha 745 ming so'mga narxiga savdo bo'libdi. Endi menda misol uchun odamlar ko'pincha kasal bo'lsa emas-da, tug'ruqxonani oldida bo'lgani uchun shu tug'adigan ayollarni dorilarini sotamiz. O'shaning uchun bilmadim, odamlar tug'mayaptimi, hayronman. Lekin mayli, nima bo'lsa ham rizq. Assalomu alaykum rahmatulloh. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Janob Mirziyoyev va Bosh vazirga aynan mana shu kreditlar masalasidagi xabarni o'qib, mana bu Telegram kanalida va hozirgi kunda jismoniy shaxslarning banklarga qarzlari 230 trillion so'mdan oshganligini ko'rib, yoqamni ushlab qoldim. Va videoni boshida ko'rganimizdek, mashinalar savdosi yo'q yoki mana shunaqa kiyim-kechakda ham hamma joyda savdo yo'q deb ko'rsatayotdi va men avvallari ham, avvalgi yillar ham nega aynan bizga Rossiya ish bozori kerak va xuddi shu kabi aytdimki, xalqimiz qancha ish bilan ta'min bo'lgan bo'lsa, mana shunaqa qarzdorlik o'smaydi degandim va bu oxirgi 5-6 yilda 5 marotaba oddiy aholini qarzi o'sgani bu juda xavotirli narsalar va bu borada men o'zimni shaxsiy fikrlarimni aynan prezident janoblari sizga aytmoqchiman va bu masalaga sayyoz yondoshib, yengil qarash noto'g'ri deb o'ylayman. Negaki men taxminan hisobladim, bu salkam 20 million dollar qarzdor ekan aholimiz banklarga nisbatan. Bu juda katta raqam. Bu agar deylik 10 millionta O'zbekiston aholisi desa, eng kamida har bittasini bo'yniga 2000 dollardan qarz to'g'ri kelyapti. 2000 dollar o'rtacha O'zbekistondagi oylikni olsa ham taxminan 24 million so'm bo'lyapti va o'rtacha har oy yemasdan, ichmasdan, umuman kommunal to'lovlarga kirgizmasdan to'layman degan taqdirda ham 2 milliondan faqat 10 millionta aholi 2 milliondan stabil to'lash kerak. Demakki, bu nereal raqamlar va aynan shu uchun siz janob prezident, bosh vaziri barchalaringizdan o'zimning shaxsiy takliflarim bor edi va o'shalarni men sizlarga ruxsatlaringiz bilan o'qib bersam. To'liq tekst videoni opsiyaniyada, kommentariyada bo'ladi va xuddi shunday Telegram guruhimga o'tib, o'sha yerda ham o'qishlaringiz mumkin. Qaytaryapman, janob prezident, bu masalalarga yengil qaramaylik. Men endi o'zimning shaxsiy fikrlarimni yozganlarimni aytay. Davlatlar, qishloq joylari uchun va O'zbekiston iqtisodiyoti uchun qanaqa xavfligini ruxsatlaringiz bilan o'qib beray va sharhi bilan. Bunaqa qarzdorlik jamiyatimizda jiddiy muammolar tug'dirishi ayon. Shuning uchun men yozganlarimni hozir o'qib eshittiray. Birinchisi, ijtimoiy ziddiyatning ortishi. Bu haqida men 1 yildan ortiq beri aytyapman. Ya'niki qancha ishsizlik ko'p bo'lsa, insonlarning qarzi oshsa, mana shunaqa ijtimoiy ziddiyatlar, sotsial напряжение deydi rus tilida, menimcha o'zbek tilida shu bo'lardi. Odamlar o'z daromadining katta qismini to'lovlarga sarflaydi, aynan faqat kreditlarga yoki shu uchun ularning kartalarida sразу yechib olinadi. Mana shu eng kamida endi sredniy 10 millionta odamni yoki 10 millionta oilani degani 10 millionta oilani hayot sifati pasayishi va ularni norizolik ko'lamini oshishiga olib keladi. Bu juda katta raqamlar va o'ylaymanki, buning ustidan hammamiz to'g'ri tafakkur qilishimiz kerak. Ikkinchisi, iste'mol qilishni susayishi, qarzlarni qaytarishga pul ketganligi sababli odamlar mahsulot va xizmatlardan kamroq xarid qiladi. Natijada talab pasayadi va iqtisodiy o'sish sekinlashadi. Tabiiyki, o'zi ko'rganimizdek, aptekalarda savdo yo'q, mashinalarda savdo yo'q, kiyim-kechaklarda savdo yo'q. Odamlar yeb ichishga ekonom qiladi. Va bu mana shu potsepotchka, mana shu zanjir yoki vodovorot deydi-ku, o'sha kamar hammani tortyapti. Negaki oddiy aholi magazinlardan produkt olmasa, har tomonlama xarajatlarni o'sha kamaytiradi. Bu deganiki oddiy tadbirkorlar viruchkasi daromadi pasayadi degani. Tadbirkorning daromadi pasaydi degani davlatga soliqlar kam tushadi degani. Va xuddi shunday mana shu spochka ko'ryapmizki, butun O'zbekiston aholisiga xohlasa xohlamasa ta'siri bo'ladi. Uchinchisi, bank tizimidagi inqiroz. Mana shu kreditorlar agar to'lovlarni to'xtatib qo'ysa, banklardagi likvidnost yetishmasligi kuzatiladi va ko'p filiallarni majbur banklar yopishiga to'g'ri keladi. Bu degani yana ishsizliklar ko'payadi degani va yangi kreditlar berish keskin kamayadi. Bu ham tabiiy hol.
To'rtinchisi inflyatsiyani ko'taradi. Banklar xavfsizlik uchun foiz stavkasini oshirmoqchi bo'ladi. O'sha kreditlar boshqa yoki o'sha inflyatsiyani to'xtatish uchun majbur Sentrobank ключевой stavkani, foiz stavkasini ko'taradi. Bu deganiki korxonalarga ham kreditlar yanada qimmatroq beriladi. Korxonalar ishlab chiqarishlar kreditni qimmatroq olsa, yana ishlab chiqaradigan mahsuloti tannarxi yana oshadi degani. Bu deganiki ichki bozorga ham, tashqi bozor uchun ham ziyon bo'ladi degani. Va natijada narxlar oshishini biz xohlamasak, biz mana shu narsalarning ustidan to'g'ri tafakkur qilib, bunga yechim qilishimiz kerak. Beshinchisi dolgovoy puzir, o'sha qimmatli qog'ozlardagi bo'shliq, ya'niki raqamlarda qarzlar bor, lekin uni to'la oladigan insonlarning o'zi kam bo'ladi. Majbur davlat banklarni mablag'lari hisobidan qo'llab-quvvatlasa, davlat budjetiga og'ir botadi. Ya'niki majbur banklarimiz men aytgandim, Основной Xalq banki, Milliy bank mana shunaqalar, mana shu kabi banklar, Agrobank xalqqa ko'proq kredit bergan va davlat majbur o'zini banklarni himoyalayman deb, yana budjetdan ularni himoyasiga yoki saqlab qolishiga xarajat qilishiga to'g'ri keladi. Bu ham O'zbekiston budjetida defitsit, o'sha defitsitni yana kuchaytiradi. Va tabiiyki sohalarga ajratadigan mablag'lar, ijtimoiy nafaqalar qisqarishi ehtimoli yuqori, ya'niki pensiyalar, oyliklarni oshira olmaydi davlat. Shu sabab janob prezident men avvallari ham ko'p videolarimda aytganman. Ular rolini oshirish kerak. Hozirgi kunda aynan mening yagona mana shu YouTube platformasida ko'p muammolarga aynan yechim bilan kirayotgan yagona shaxs men ham avvallar aytganman. O'zbekiston segmentida YouTube platformasida ikkita tomon bor. Biri muxolifat, biri davlat. Kimdir davlat tomonidagi blogerlar bor yoki muxolifat tomonidagi blogerlar bor. Hech kim oddiy xalqni dardi bilan ishi yo'q deyarli. Shuning uchun ko'p safsataboz, Qo'shtirnoqchidagi soxta vatanparvarlarni men savolajab, ularni aynan savodsizligini, saviyasizligini ko'pini raqamlar bilan, isbot dalillar bilan ko'rsatib kelyapman. Shuning uchun janob prezident, keling, mana men shu xalqdan ularning muammolarini o'rganib, siz janob prezidentga, prezident administratsiyasiga, vazirliklarga yetkazishga tayyorman. Bularni hammasini filtrdan o'tkazib, shaxsan men o'zim mana shu videolarda qisqa lo'nda qilib, tushunarli tilda ham xalqqa, ham sizlarga tushuntirib, xalq bilan davlatning o'rtasidagi ko'prik bo'lishga tayyorman deb anchadan beri aytyapman. Shuning uchun hozir mahallalarda aynan spiskalar qilinishi kerak. Ro'yxat bo'yicha kimlar qarzdor, ularni hech bo'lmasa mana shu ishsizlik ko'p, boshqasi ko'p. Ularning ko'pini xachabi hozir ularga nachislat qilayotgan penyalar bor-ku, o'shalarni to'xtatish kerak. Spiskalarni ko'rish kerak. Balkim har xil odamlar mana umralarga boryapti, boshqa ularni to'xtatish kerak-ku. 5 martalab, 10 ming martalab umralarga borayotganlar bor. Mana shularning pulini o'sha har bitta mahalla o'zini mahalladoshi kerak bo'lsa, ko'p odamlar oddiy yeb ichishga kredit olyapti-da, masalan. Xatab mana shularni yopishimiz kerak. Undan tashqari janob prezident, sizga yana bir taklifim bor. Men avvallari ham u ikkita yopilgan kanalda foizsiz kreditlarni, proyektlarni tushuntirdim, lekin hozirgi kunda masalan men Rossiyada voditel bo'lib ishlayman deganlarni aynan ish bilan ta'minlab, rossiyskiy prava mana bu videolarda men ko'rsatyapman. Kimda kim rossiyskiy pravasi bo'lsa, D kategoriya kelsin, Sankt-Peterburgda yotoq joy registratsiya hech qanday muammosi yo'q. Eng kamida 140 ming rubl oylik oladi. Bu ham yomon pul emas. Bunaqa ishlar bor. Men desa, ular ham yotoq joy, ularga ham yotoq joy registratsiyasi bir mahal ovqat beradi va ishga olib boradi. Ularga kuniga 11 soat ish 4 ming rubldan beradi. Bu deganiki 25 kun ishlasa ham oyiga 100 ming rubl bo'ladi degan. Shuning uchun janob prezident, siz ham qaysidir через bank foizsiz kreditimi mana shu qabildagi shunaqa bir Rossiyaga kelaman deb mablag'i yo'qlar uchun boshida kelib mana bu yerda dokument qilib ofitsial ishga kirguncha o'shalarga ma'lum miqdorda pul ajratsangiz, deylik 80 ming rubl bu 1000 dollardan sal pul kattaroq pul bo'lyapti. Va taxminan men hisobladim, mana shu 100 ming rubl oylik olsa ham ishga kelib joylashgandan keyin ham ular hammasi 100% ishlar men shaxsan o'z bo'ynimga olib, mana shu kalam bilan javob berishga tayyorman. Agarda ular mana shu oyliklaridan stabil har oy 20 ming rubldan bersa ham 4 oyda yopa oladi. Shuning uchun mana shunaqa insonlar uchun 6 oyga foizsiz kredit, agar yo'q davlatni aldayman desa, uni aldamaslikning bir necha yo'li bor. Ularni videolarga fiksatsiya qilib, aynan prezident nomidan berilayotganligi uchun o'sha bankda polni rasmiylashtirib videoga olinadi. Aldayman desa, birinchidan mana shu mening kanalimdan ularni sharmandasini chiqaramiz. Ikkinchidan to'lamaydigan bo'lsa 6-oydan как положено boshidan o'sha средний
stavka qancha bo'lsa, o'shani hisoblab olish mumkin. Yaxshilikni bilmaganlarni bunaqa qilib ham javob berish mumkin. Lekin o'ylaymanki, hali O'zbekistonda oddiy aholining ichida halol insonlar bor. Shuning uchun janob prezident men kirgizayotgan takliflarni inobatga olib, aynan hozir vazirliklar bilan birgalikda mahallalarga bir topshiriq bo'lsin. Bank rahbarlariga ham topshiriq bering, toki ro'yxatlar tuzilib, isleniya peni, mana shu foiz penilarni hisobi to'xtatilsin. Bu narsalarni qilmasak agar xalqimiz qancha qashshoqlashaversa, bu O'zbekiston iqtisodiyotini ham yana dalshi botqoqqa tortadi. Shuning uchun balandparvoz gaplarni chekiga surib, aynan hozir haqqoniy vatanparvarlar oddiy xalqni yo'nida turib berish payti kelgan. Butun dunyo inqirozga, ya'ni krizisga kiryapti. Hech kimga bu sir emas. Shuning uchun janob prezident vatanimizni tinchligini o'ynab, sizga ham oson emas, oddiy xalqqa ham oson emas. Mana shu narsalarni bir boshdan yechim qilishni vaqti keldi deb o'ylayman. Shuning uchun sizdan, sizni komandangizdan umidimiz katta. Aholini, mana shu aholimizni kredit botqog'idan birgalikda butun jamiyat o'laroq olib chiqmasak, bu kredit botqog'i hammamizga ta'sir o'tadi. Hammamizga bez исключения hammani tortadi. Negaki bu tsepочка. Tadbirkor ham bor, hamma masalan o'sha artistlarni ham to'yga chaqira olmaydi, boshqa maktablarga normalniy pul to'la olmaydi yo boshqa bu hammaga kerak bo'lsa o'sha oddiy damaschi bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, hammaga ta'sir bo'ladi. Shuning uchun bu videoni maksimal tarqatinglar. Janob prezident, xalqimiz sizdan mana shu aynan men ko'targan masalaga to'g'ri qarashga, birinchi yechim mahallalar bilan spiskalar qilib, banklar bilan savmesni, peniyalarni to'xtatib, kimlarni qarzni yopa olamiz, galalashib yopib, bu narsalarni to'xtatish kerak. Ikkinchisi, o'sha men aytgan insonlarga, mana Rossiyaga kelib hozircha ishlayman deganlarga siz alohida mana shu foizsiz kredit ajrating, toki odamlarimiz kelib mana shu yerda ish joylari, shaxsan men o'zim Moskva, Peter yo Rossiya bo'ylab shaxsan o'zim borib mana shularni ish bilan ta'minlashga tayyor va O'zbekiston iqtisodiyotiga migrantlar qo'shayotgan investitsiya bu juda zarur. Negaki har bir $100 O'zbekiston ekonomikasiga bu tayyor investitsiya va birinchi kvartalning o'zida 3 milliard 800 million dollar pulni 80% dan ortig'i yana Rossiyadan kirib borgan. Bu juda katta raqamlar. Vatanimizning tinchligi uchun hammamiz birgalikda hissa qo'shib, aynan to'g'ri kelib er-xotin bo'ladimi yo halol ishlayman deganlarni savmesni birgalashib kelinglar, mana shu ishlar bilan ta'minlab vatanimizning tinchligini saqlab, o'sha sotsial напряжение dedimku, ijtimoiy norizoliklar, mana shunaqalarni oldini olish uchun vatanimizning tinchligi uchun barchamiz so'zib kuchimizni birlashtirishimiz kerak. Vatanimizning tinchligiga ko'z tegmasin deya, Allohim oldimizga qo'ygan ezgu maqsadlarimizga yetishishga o'zi madadkor bo'lsin deya, Alloh Qur'onda aytganidek, hayotlaringizda hech narsa o'zgarmaydi toki o'zlaringizni o'zgartirmaguncha deganidek, hammamiz har bittamiz o'zimizning ustimizdan ishlashga Allohdan madad so'ragan holda Allohumma solli ala sayyidina Muhammad va alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatulloh.